Traktorimiz ham yetib keldi. Mana hozir ishni boshlaymiz. Xudo xolasa nasib bo'lsa. Hali bu apparat bilan birinchi marta sepishimiz. Bu Muomalajon bu yerda o'zi avval ham o'g'itlarni sepib yurgan bola. Xudo xolasa boshlab olamiz. Hozir mana shtangasini ochadi. Necha metrga ochiladi shtangang? 12. Ha? 12. Ana yana bitta ko'taradi. O. Bu yangi moslama bizga kirib kelgani hozir. Buni Otabek, mana shu nevaramiz, mana Otabekjon olgan. Xudo xolasa. Buni sal orqaroqqa qayradimi, yo'qmi, nima qiladi? Shunisini hisobga olaylik. Boshini? Ha? Bosh chiqishda sepiladi, hozir bundalar yuraman. Bo'ldi, tushunarli. Mana bitta o'tay. Lekin bug'doyni bosib tashlaganiga ichim achib ketyapti-da. Oyoqqa turib ketamikan? Bizlarga yangilik bu. Bizlarga yangilik. Qani, to'xtadi. Nima seni ishlamay qoldi? Ha. Mana purkadi. Ana